Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashagan davrda Makkada shunaqa bir e'tiqod bor edi. Shaharda tarbiya topgan bola zaif, nimjon bo'ladi deb ular sahrolardagi emizikli ayollarga ma'lum bir haq evaziga bolalarni berib yuborishardi. O'sha yerlarda katta bo'lsin deb quvvatga kiradi, shijoatli bo'ladi degan ma'noda. Bani Sa'd qabilasidan kelgan Halima xonimning nasibasi ekan. 3 kunlik tug'ilgan go'dakni qo'liga oldi. Ko'kragini berdi. Go'dak Muhammad og'zini ochmadi. Halima xonim ikkinchi ko'kragini berdi. Muhammad so'ra boshladi. Halima xonim ilk bor chap ko'kragini bergan edi. Ikkinchi bor o'ng ko'kragini bergan edi. Tushunib yetdiki, demak chap ko'kragim o'zimni o'g'lim Abdulloh uchun, o'ng ko'kragim Muhammad uchun. Halima xonimni Muhammad alayhissalomdan oldin 2 oy oldin tug'ilgan Abdulloh ismli o'g'li bor edi. Mana shu ona 2 yil to'liq emdirgan onani gapiga quloq soling. Muhammadni sinash uchun qorong'u tun kechalarida ko'p bor chap ko'kragimni sinash uchun berganimda Muhammad biror marta chap ko'kragimga og'zimni ochmadi. Chap ko'kragimni so'ramadi. Ha. Muhammad alayhissalom go'dakligidan birovning haqqini yemadilar. Sherigining haqqiga xiyonat qilmadilar. Chunki u chap ko'krak emiktosh inisi bo'lgan Abdullohning nasibasi edi. Mana shu ona to'liq 4 yil tarbiya qilgan. Mana shu ona aytadilar, Allohga qasamki, Muhammad biror marta kechasi ham, kunduzi ham, egnini ham, to'shagini ham nopoq qilmagan. Bu tabiiyki kechasida go'dak, chaqaloq hamma yo'ni yomon qilib qo'yadi, ho'l qilib qo'yadi tegini. Muhammad alayhissalomda bunday bo'lmagan. Haligi yuqoridagi o'sha gap, Hazrati Navoiy. Rasulullohni qanday pokiza insonliklarini Hazrati Navoiy madh qiladilar. Abdulloh shunaqangi bir injiq bola ediki, kechasi bilan injiqlik qilib onasiga uyqu bermaydigan darajada edi. Muhammad ularning xonadoniga borgach, Abdulloh kechasi tinchlanib uxlaydigan bo'lib qoldi. Allohning farishtalari Abdullohni ovuntirishardi. Toki Abdulloh injiqlik qilib Muhammadning uyqusiga ozor bermasin. Muhammadning sharofatidan bechora Halima xonim ham kechasi orom olib uxlashlik rohatini bilib qoldi. Muhammad alayhissalom mana shu bolaliklari ham shunday bir go'zal bir ifor bilan o'tdi. Halima xonim o'z farzandlarining to'shagini yig'ishga borganda kaftini burniga bosib chiqardi. Muhammadning to'shagiga borganda masbut bo'lardi. Rasululloh akram alayhissalomning badanlaridan chiqadigan ter mushkambar bo'lgan. Ko'chalarda bolalar o'ynab uylariga kelishsa, onalari bolalarini boshlarini, englarini hillashardi. Sen bugun Muhammad bilan o'ynabsan. Rasul akram alayhissalom bilan o'ynagan bolalarning egniga 3 kunga qadar Muhammadning hidi turadi.